Salom qizlar. Menga savol berasizlar, постоянно nimaga Amerikaga kelgansiz debchi. Endi Amerikaga kelish men birinchi o'ylayman, bu nasib qilsa kelasiz. Amerikagami, Yevropagami, Avstraliyagami agar taqdir bo'lsa, shu yerda nasibinglar bo'lsa, kelasizlar. O'zingizlar bilmay qolasizlar qanaqa Amerikada yo boshqa shaharda bo'lib qolganinglarni. Men shunga ishonaman. Agar shu peshananglarda bo'lmasa, nima qilsanglar ham kela olmaysizlar. Menga ko'plar yozadi, YouTube'da ham, Instagramda ham, bu yerda ham, yana TikTokga yaqinda kelganman. No, в основном Instagramga и TikTokga ham juda ham ko'p hozir o'zbekcha mana shu anaqada ko'ryapman. Olib kelinglar, olib keting, meni qizimni olib keting, o'g'limni olib keting, o'zimni olib keting deb. O'shani aytmoqchiman, qizlar. Hech kim sizlarni olib keta olmaydi Amerikaga. Faqat гражданство olganinglardan keyin o'zingizni ota-onangizni воссоединение qila olasiz. Mana shunaqa qilganman, ota-onamni воссоединять qilganman. Yoki green cardingiz bo'lsa, o'zingizni eringizni yoki xotiningizni yoki 21 yoshdan kichkina farzandlaringizni воссоединение qila olasiz. Boshqa hech kimni воссоединение qila olmaysiz. Boshqa qarindoshlarni, qo'shnilarni, tanishlarni mana bir xillar O'zbekistonda aytadi, mana sizlarga viza olib beraman, mashincha pul to'lasanglar, amerikanskiy viza olib beraman deydi. Ishonmanglar, bu laxatron. Pulinglarni olishadi, kirgizishadi, anketinglarni to'ldirib berishadi-da. Agar ofitser bersa vizani, biza uchun olding deshadi. Pulinglarni olishadi. Agar ola olmasanglar, tavakkal qilib kirgizadi ular, tavakkal qilib. Hech qanaqa men anketani mamlaqa to'ldirish kerak, o'shanda olasizlar deydi-ku, laxatron. Ishonmanglar. Men sizlarga shuni 100% aytibman. Hech kim hech qachon buni ofitserni manipulyatsiya qila olmaydi. O'shanga agar o'zingizlar kirib ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar anaqa anketani to'ldiradigan bitta odamga bersanglar bo'ladi, anglishchani biladigan, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa pul to'lamanglar, chunki bir tiyin. Endi men o'zingizlar bilasizlar, 2008-yilda kelganman bu yerga. O'shanda undan oldin ajrashganman. O'zbekistonda bitta tipichni o'zbekcha oilaga tushib qolganman. O'zbekcha oilada yomon narsa yo'q. Men o'zimni buvim, dadam hammasi eski shaharli anaqa. Men o'zim sentrda katta bo'lganman, C5da. Lekin просто yomon odamlarga tushib qolganman. Juda ham yomon, juda ham vahshiy odamlarga. O'shanga ajrashganimdan keyin katta stressdan o'tganim uchun o'sha O'zbekistonda qolishni xohlamaganman. Umuman xohlamaganman. O'sha qanaqadir qarindoshlarimda hech kim hali ajrashmagan edi. Bitta men ajrashgan odam edim. Chunki bizning oilamiz juda ham katta O'zbekistonda. 11 ta bola tug'gan, buvim, dadam, bu yoq tarafdan ham 8 ta. Ish qilib odam qarindoshlar ko'pda. O'shanga xohlamaganman. Qanaqadir boshim egilib qolganda. Keyin mana Amerikaga keldim. Qizim 1,5 yosh paytida, 1,5 2 yoshga hali to'lmagan edi. 2008-yilda keldik. Qizim